Ushbu laboratoriya mashg'ulotimizda sizlarga mineral o'g'itlarimizni tanishtirib o'tamiz. Quyida mineral o'g'itlarimiz keltirilgan. Birinchi mineral o'g'itimizning nomi chili silitrasi. Kimyoviy formulasi quyida keltirilgan. Nisbiy molekulyar massasi 85 gram taqsim molga teng. Rangsiz kristal modda hisoblanadi. Suvda yaxshi eriydi. Chili silitrasi sanoatda azot oksidga ishg'ol yuqtirib olinadi. Chili silitrasi fiziologik ishg'oliy o'g'it hisoblanadi. Shuning uchun chimli podzolli tuproqlarda ishlatiladi. Ikkinchi o'g'itimizning nomi karbamid, ya'ni mochivena. Kimyoviy formulasi quyida keltirilgan. Nisbiy molekulyar massasi 60 gram taqsim molga teng. Oq rangli kristal modda hisoblanadi. Suvda yaxshi eriydi. Sug'orma dehqonchilik mintaqalarida turli ekinlar, ya'ni g'o'za, choy va mevali daraxtlar uchun asosiy o'g'it tarzida ishlatiladi. Uchinchi o'g'itimizning nomi tiokarbamid, ya'ni tiomochivena. Kimyoviy formulasi quyida keltirilgan. Nisbiy molekulyar massasi 76 gram taqsim molga teng. Taxir ta'mli oq rangli kukun modda hisoblanadi. Suvda yaxshi eriydi. Bu o'g'itimiz ham turli ekinlarga o'g'it sifatida ishlatiladi. Quyida sizlar bilan ba'zi o'g'itlarimizning kimyoviy xossalarini o'rganib oldik. Shuning bilan ushbu laboratoriya mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.